Biz endi mana sizga ishonib, nimaga avvalo Xudo nima qilmani bu yoqqa taklif nima qildilar. Men ham shu yerga tashrif buyurib, mana shu narsa bor ekan, yuring opa deb boshlab keldilar. Men juda ham xursandman. Mana kecha birinchi kuni muolaja oldim. Lekin shunga qaramasdan juda o'zimni yengil his qildim. O'zim kutmagandim-da. Nigna bilan tabiiy davolanishni mana biz boshladik. Sizga ishonamiz. Mana ko'p yillardan beri shu xizmat qilayotgan ekansiz bizga o'xshagan mijozlarga, lekin biz endi eshitdik yaqinda mana shu ziroat tufayli men sizni tanidim. Sog' bo'ling, ijodingiz muvaffaqiyat tilaymiz. Hammamiz o'sha chet elda eng zo'r doktorlar chet elda deb chet elga yuguramiz. Hozirda bir qism puli borlar hamma chet elga yuguradi. Lekin shu oldingi oqa suvi qadri yo'q deb o'sha chet elliklar shu yerda davolanayotganini o'zimiz ko'rib, mana shu yerdan shifo topgan insonni suhbatida bo'lib, mana o'zim chin dilimdan ichim tortib keldi. Hammalarni taklif qilaman, kelinglar. Rahmat kattakon, ishonchingizni oqlashga harakat qilamiz. Xudo xohlasa tabiiy yo'l bilan davolab, murojaat hasillansiz, Xudo xohlasa bizga keladigan bemorlar har biridan xursand bo'lishi uchun hammamiz yopishamiz. Davolab xursand bo'lsin deb xuddi shunday sizlarga ham Xudo xohlasa zo'r qilib davolab chiqaramiz. Alloh hammamizni izlamiz, yo qilsin.